الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nınki 4. ayetiga keldik. Dep ötgünümüzdeki ilgili derslerimizde sure insan kuruluşu, mümin kuruluşu, aile kuruluşu, cemiyet kuruluşu, hatta bir devlet kuruluşu hakkını asas kılgan sure boğaçqa bunundaki en tesirge ege tür ayallar türü hem boğaçqa surenin ismi Sure Nisa olgan ve mezmunla şu mezmunni boylap devam kılıp kelatıdı. İlgirki derslerimizde yetimlerinin mal mülki hakkında mezmunlarını okugandık ve yetim kızlarının bulup mu mal mülkününki kızılsızlık ekanligi, bununla yıkınlaşmaslık fakat yaxşılık niyeti bilen mal mülkünü köpeytiş niyeti bilen yardım beriş niyeti bilen yıkınlaşsak bulduğan ondan başka şekilde doğru bulmaydıganlığı hakkında toxtalgandık. Şuna münasebetlik mezmunlardan birisi yana şu ayallarning to'yligi haqida. İlgirki ayetde yetim kızlarning velileriga, yetim özleri ega bo'lgan yetim kızlarga qiladigan muomala, agar ularni elish, to'y qilish istiki qo'zg'algan taqdirdami, imkon bulardan neri turish. Bundan boshqa ayollardan qana shaklda Alloh yo'l qo'ygan doirada to'y qilsa bo'ldiganligini bularga ko'rsatib o'tgandi. Bugungi oyatda birisi erlarga xitob qilgan shaklda ayollarga qarata, yana birisi ayollarning velilariga xitob qilgan shaklda o'zining qo'l ostidagi, o'zi ega bo'lib atgan ayollarning haq huquqi bo'libmi, iqtisodiy haq huquqi masalasidagi yuz berayotgan ba'zi zulm, ba'zi ularning haq huquqini e'tirof qilmaslik, dafsanda qilish qatorliq masalalarga qarata tuvandagi oyatni Alloh subhanahu va taolo tushirdi. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Va atul nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Avval oyatni bir qisqagina tarjima qilib o'taylik. Ayollarga to'yliqlarini so'g'iz pitida biringlar. So'g'iz pitida. Agar ular sizlarga ko'nglidan rozi bir narsa bersa, buningdan foydalanib buni yesanglar bo'ladi. Bu sizlarga tayin mizlik va sinishlik. Bu şekilde oyatning keltirgan ifodalari, qo'llangan ifodalari bu şekilde. Oyatda to'yliqni so'g'i shaklda biringlar dedi. Yani to'yliq meselesi davamlı kişiler arasındaki elim birim meselelerdeki sot, dava, arqılık mı da hal olduğun, eğer sottan kurtulalsam, bunun özüne ip kaçıdığın, ma şekildeki mesele bu olmasın, köngel meselesi olsun, dini mesele olsun, işçinizden çıkarıp, vücudunuzdan çıkarıp birinler onu, ma şekilde aylandırınlar da Allah subhanahu wa ta'ala. Andaki ma'ayetki ifadelerden göre bizden kallamızga mında bir noktalar keledi. Yani turmuşta, toy qilishda ermo bir paydalar erişidi toy qilgandan keyin. Yani özgü ömür boyu xizmat qiladigan bir ayolga erişidi. Ayolmo özgü ömür boyu xizmat qiladigan bir erga erişidi. İki tarafdan aladigan birisi-birisinin paydası var. Er ayolga xizmat qiladi, ayol erga xizmat qiladi, er ayolga ishonch bag'ishlaydi turmushga nisbatan. Yulanchi tog' bo'ladi, uning himoyachisi bo'ladi, ayol erning huzuri bo'ladi, ballarning onasi bo'ladi. Demak, ikkili tarafning bu to'ydan yoki bu nikohdan oladigan bir yerlar bo'ladi qarindoshlar. Endi nima uchun ayollarga to'ylar quradi? Er qandaq bir narsaga erishgan bo'lsa, ayollar ham shunga erishadi, o'xshash. Nima uchun to'ylar bu o'rinda bekitilgan desa, Alloh subhanahu va taolo ayollarni qana qilish uchun, hurmatlash uchun, ayollarni ehtirom qilish uchun
Şunun uchun Allah subhanahu wa ta'ala ayollarga to'ylar qana qilgan bekitgan. Buni mushishlik uchun Allohning hurmatidan ortiq sabab bo'lmaydi. Allohning hurmatidan ortiq hurmat bo'lmaydi. Shuning o'zi erlarning bu hurmatga ehtirom bildirish, hurmat qilish va amal qilish ayollarning buningdan faxrlanishga Allohning ayollarga bergan bu hurmati mencha yetarli. Endi oyatda ayollarga to'yloqlarini ko'ngil so'g'u sifatida biringlar degan buyruq kimga qaratiladi? Kim beradi uni desa, men tarjima qilishning oldida deb o'tganimdek, bu birisi erlarga qaratiladi. Yani birisi kimga qaratiladi? Valilarga qaratiladi. Avval erlardan kelayli. Ayol erning ayoli oldu. Şunda vaqtida er onunla bir toylaq berish mecburiyeti var. Ya kelishgan bo'yicha, masalan toylaqni oldini ala, kelishidi, anchalik birmi deb shuni beradi. Agar kelishmagan bo'lsa, shu jamiyatda qanday urflash, odatlashgan bo'lsa, ya'ni shu xil to'ylarga o ayolninki jamiyatdagi o'rni va saviyasi va boshqa taraflariga qarab turib, shu xil to'ylarga qanchalik to'ylar berilsa, shuni beradi. Yoki to'yning oldidan naq beradi. Agar to'y qilgan vaqtda qo'l 50 deb bo'lmay qolsa, to'y qilib bo'lgandan keyin, ya'ni gadinda qarz sifatida qilib, to'y qilib bo'lgandan keyin qanaqa qiladi? Beradi. Qachon bersa beradi. Endi oyat shu shaklda erdak kitap qo'yadiki, siz shu ayollarga bergan to'yloqlarni ko'ngil so'g'u sifatida beringlar, ya'ni o ayollarning xolis haqqi olsun deyapti. Oyatning mazmuni shu. Ayollarning xolis haqqi olsun, ayollarning huquqi olsun deyapti. Endi bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta var oyatda. Ayollarning huquqi bu yerda asosiy o'rinda ta'riflanyapti. Jamiyatda hamma narsa haq, huquq, bir qurush, bir tiyin qadar hisoblansa, bu jamiyat siliqlash meyi tugigan motorga o'xshash biroz taraqshib qoladi. Jamiyatda mehr muhabbat olmaydi. Hamma odam mening, sening deb alifdan yog'icha, yepidan yengnisqicha hisobot qilib tursa, hamma odam hinch kelishib ketadi. Biroz o'rtada, ya'ni o'tirni siliqlashtiradigan bir mehr muhabbat omillari bo'lishi kerak. Masalan, qisas masalalarga kelsak-mi shu, öldürülgen adamның veliylerinninki qatilni öldürüş haqqı var. Tamamen bu haqqı. Endi bu haqqımni men to'liq ado qilaman. Olaman haqqimni. Qisasini oldi. Shu qisasan öldürülganlarning ham urug' tuqqan yo boshqalar gap qilinmaydi, chunki u jazosini topdi. Ammo ko'nglining bir yerlarida bir narsa qoladi. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo haq, huquqni bayon qilib bo'lgandan keyin apu qilish bir tuzilmasini o'tib qo'ydi. Shu qisas masalasida o'xshash qo'yadimi? Ayollarning huquqi. To'yloq erlarning tishi o'tmaydigan darajada ayollarningki. Sap haqqi. Ammo biroz mehr muhabbat o'tirininki siliqlishi, o'zaro mehribonlikninki paydo bo'lishi uchun biroz prinsipdan tuyish kerakda. Allah subhanahu wa ta'ala bunun yo'llarini qanday qiladi? Echib davotidi. Fa in tibna lakum an shay'in minhu. Ayollar, men bu oyning ayoli ekan. Bu mening yo'ldoshim ekan. Bu oila mening oilam ekan. Bu bolalar ikkimizning bolasi ekan. Tamam, bu mening pulim bo'lsinmi deb o'rtaga qo'yib yoki eriga bersa, yoki ma'lum darajada eriga sovg'a sifatida buni elib hadiya qilsa, fakuluhu hani'an. Vaqti halol. O halal olma, halalның en güzel halalı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bu şekilde birilgen neslerini qanday sifatlavatıdı? Hani mari'a deb sifatlavatıdı. Yani birisi mizlik, hani endegene mizlik, yani birisi mari'a, singishlik. Bu to'g'risida sal turib so'zlaymiz. Yani en muhim bo'lgan nokta bu yerda ko'ngillarning orasining yiqilishi, aloqaning go'zal shaklda bo'lishi va turmushninki huzurli, muhabbatlik bo'lish uchun bu shakldagi yo'llar qanaqlangan, echilgan haq huquqning yeniga
bu şekilde yo'llarga aytilgan. Agar hamma narsa san-sifir bo'yicha, prinsip bo'yicha avının haqqı, mavsının haqqı, ma'muning aladiganim, avsining biradiganim ma shaklda muomala qilinsa, tabiiyki yiriklik paydo bo'lishi, aniq fursat topsa, hammasi o'zining haq huquqini oladigan vaqtiga kelgan vaqtda o'zining haq huquqini elib oladi. Intiqom oladi hisobda. Anlekin biz oyatdagi ayollarning to'yliqini ko'ngil so'g'isiz biringlar buyruqini erlarga va valilarga qilgan. Valilar deganimiz kim o desa, ammo bilimiz ham bo'laqa tushuntirish ketmaydi. Qiz tarafning valisi, yo dadasi, yo akasi, ukasi, tog'asi, agar u yetim bo'lib qolsa, uning vali bo'lgan shaxs. Ayol kishi to'y qildi. Uning to'yloq badi yo'ldoshi. Bir muncha pul deyli buni, necha 10 ming pul deyli. Bu pulni ya ota-onasi, ya tog'ilari, ya akasi, ya u yoki bo'sh qizga vali bo'lgan taraf ilib qizga bermaydigan ahvollar oladi. Bu jamiyat normal ba ahvol. Alloh ba ahvoldan qanday quvvatni so'zlayotdi. Mana sen qo'l ostindagi sen vali bo'lgan ayolning mol, mulki, to'yliqini ayolga ber. U ayolning, xolis ayolning haqqi deb bo'lib o'xshashlar hukm keladiki, agar endi ayol kishi mening dadamkan, meni o'stirib cho'ng qilibdi, jafo tortibdi, mening onamkan, mening akamkan, mening ukamkan, mening tog'amkan, mening hammamkan yoki mening valimkan degan sifatda o'zining erishgan shu to'yliq mol-mulkidan ma'lum bir qismini agar qanday bir yo'llar bilan so'g'iz sifatida va yoki boshqa sifatda bersa, u vaqtda va go'zal bo'ldi vaqtda. Bu bergan mol-mulk sana nisbatan huzur bag'ishlaydigan va singadigan mol bo'ladi. Oyatda shuni yeyish ifodasi qo'llandi va yeyish ifodasiga ikki dona sifatni qo'shdi Alloh. Birisi mizillik, ya'ni birisi singishlik. Bu ikki sifat eng sog'lom, eng ziyonsiz yemeklikning sifati dunyoda. Ba'zi tamoqlar va mizillik yigimiz kelib turadi, yeb bo'lgandan keyin bizni bir aram qiladi. Onun derdini tatimiz, doktorxonaga boramiz, yerlerimiz rahatsız oldu. Ayet birisi mizlik, onun temma demekçi. Yani birisi singishlik. Yani singidi, bedenge payda qiladi, zina. Yani ma şekilde bergen mal, meyli ayol iri bilan o'rtaqlashsin, o to'yliqini yoki o'zining valilari o'rtaqlashsin. Ko'ngildan chiqib o'rtaqlashdimi, bu nihoyat güzel bir şekilde qabul qilinadigan narsaga aylandi. Mushu o'rindagi hani ammariya, singishlik, masalan, mizlik singishlik ifodasiga qarata bir voqelik va bir rivoyat va anglab o'tib ketaylik. Ali radhiyallohu anhuning qishiga bir odam bir kesilini shikoyat qilib keldi. Bilimiz Ali radhiyallohu anhu sahobalarning ichidagi Alloh marhamat qilib ilm, fatvo iqtidorini va ba'zi masalalarga nisbatan bir fikr bayon qilish iqtidorini bir bergan shaxs. Alloh rozi bo'lsin Amirul Mu'minindan. Doktor emas, lekin makallandı ini qo'yib kelsin. Nimda bu odam Ali radhiyallohu anhuning qishiga kesilini shikoyat qilib keldi. Davolangani kelmaklik. Chunki Ali radhiyallohu anhu doktor olmasa, doktor emas odamning qishiga hech kim men davolab qo'ying demaydi. Bu yerdan keldiki Ali radhiyallohu anhudan ma'naviy bir shifolik istaydi. Ya'ni masalan biz bunda büyüklerimizden qishiga berib duo qilib qo'ysalar, masalan, kesilgan shifolik uchun deymiz ya. Ali radhiyallohu anhu bu kishining talabiga mos bir shaklda mandaq bir dori hazırlab berdi. Ma'naviy dori. Dediki bu kishiga sen ayolingning to'yliqidan azroq olgin, ya'ni ba'zini sana demoqchi. Ikki tanga shu azroq pullarni 3-400 atrofida pul kelishi mumkin. Hasal setib olgin. Anlekin yağmur suyuga hasalni aralashtirib ichkin deydi. Ali radhiyallohu anhu bu dorini nimaga asosan hazırlaydi saboqlar, qarindoshlar? Doktor olmasa, Ali radhiyallohu anhu ilhomni shu yerdan oladi. Qur'onda bu 3 turlik narsaga qarata bunda 3 turlik sifat bor. Birisi osmondan tushgan yağmurni Qur'on sura Qafning 9-oyatida va anzalna minas samai ma'an mubaraka. Berketlik su deb tasvirlaydi, osmondan tushgan suvni. Bu bir. İkincisi hasalni shifoliq va deb tasvirlaydi Qur'onda, fihi shifaa'un linnas. Bu ikki. Üçüncüsü bazı oyatdagi ayollarning to'yliqini qalbidan rozi bo'lsa, u huzur va singishlik deb sifatlanadi ya. Fakuluhu hani ammari'a. Shuni bilan Qur'onda
bereketlik deb sifatlangan, shifoliq va deb sifatlangan va sinishlik, ziyansiz, huzurliq deb sifatlangan 3 narsani aralashtirib sen qanday qilgan, qo'llangan deb atadi. Bu ma'naviy, masalan, oyatning mazmunidan bir shifoliq talab qilish, xuddi Alloh subhanahu va taologa duo qilib kesilimni shifoliq vasil deganga o'xshash ish. Ey Alloh, sen bu suni bereketlik debsa, hasalda shifoliq va debsa, masalan, ayollarning to'yliqini qalbini rozi bo'lib bersa, buni hani'an mari'a, ya'ni huzurliq sinishlik debsa, men mushularni qo'llanish orqali sana kesilimda shifo tilayman degandek bir duo ifodasi. Ali radhiyallohu anhuninki bu shaklda boshqalarga bir to'g'ri tavsiya qilgan bir hikoyasi, ya'ni qissasi bizning oyatdagi hani amariyaga munosabatli o'g'achqa bu yerda qana qilindi, keltirildi. Endi hozir o'qigan 4-oyatimiz Nisa surasininki ayollarning to'yliqi haqida bo'ldi ya. 5-oyatda yana shu mazmun, shu shakldagi mazmun uzluksiz davom qilyapti. Chunki haq-huquq qo'g'dash masalasi emas. Ma'lum shu haq-huquq qo'g'dash masalasi edi. Uning oldidagi suralarda mo haq-huquq, yetimlarning, yetim qizlarning haq-huquq masalasi edi. Endi 5-oyatda jamiyatdagi o'zining iqtisodini o'zi idora qila olmaydigan aqlsiz kishilarning haq-huquqi qanday qo'g'diladi. Bu haqdagi mazmunga o'tdik. دعوت أستعيذ بالله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أول بر ترجمة قلتي. سلا أقل سزلاجة مال ملكنلاني بمعنى الله سلجة أو مال ملكته مسؤولية بكت كنا. وارزقوهم فيها. سلا شو mal mulkni sarf qilish, mal mulkni tijoratga solish orqali bularning chiqimlarini shu mal mulkdan qilib biringlar. Vaksuhum, ularga bu mal mulkning kiyim-kechaklarni biringlar va ularga go'zal so'zni qilinglar. Endi oyatda mal mulkinglarni aqlsizlarga bermanglar. Kim mal mulkini aqlsizlarga beradi? Dunyoda kim bor o'zining mal mulkini aqlsizlarga beradigan? Tabiiyki bu yerdagi sizlarning mal mulkinglar deganlik emas oyatdagi birinchi mazmun. Ya'ni shu aqlsiz kishilarningki sizlar boshqarayotgan mal mulki. Qur'onda bunday ifoda ko'p. Masalan, "Vala talmizu anfusakum" deydi. O'zinglarni ayblamanglar deydi. Hech kim o'zini ayblamaydi. Mening qarindishimni ayblaganlikim, o'zimni ayblaganlikim. Qiyimdishimni tillaganlikim, o'zimni tillaganlikim. Uni laqam bilan chaqaganlikim o'zim. Chunki men tillasam meni tillaydi, men ayblasam meni ayblaydi. Qur'on boshda uslub qo'llanadi. Xudo endi bir oyatda o'zinglarni yurtinglarni haydab chiqaryapman. Hech kim o'zining yurtini haydab chiqaryapmaydi. Endi bir-biringlarni degandek. Mayadimi mollaringlarni aqlsizlik bermang degani sizlarning mollaringlar demakchi emas. Chunki hech kim o'zining melini bermaydi. Balki sizlar igdorchilik qilayotgan, sizlar valilik qilayotgan, xuddi o'zingning melini asraganga o'xshash asrash majburiyatida bo'lgan aqlsiz kishilarning mol mulkini ularga qanday qilmanglar, bermanglar deganlik bo'ladi. Endi aqlsiz degan kim? Aqlsiz, ya'ni mal mulkini to'g'ri bir shaklda idora qilolmaydigan har qanday odam. Uning yoshki cho'ng kichiklikda farqi yo'q. Mayli 50 yosh olsun, 40 yosh olsun, 20 yosh olsun, o'xshash farq etmez. Mal mulkini shunda bergan amallam taraq-turuq chiqiblam, uni paras purus bihudurullohga xaylablam buzib chechirdi. Aqlsiz. Bunda odamning mal mulki cheklanadi. Ya'ni to'nglanadi hozir qataligi bo'yicha. To'nglatilinib, buningga birisi vali bo'ladi va buning kundalik turmush ehtiyoji, xarajatiga sarf qilinadi va buning mal mulkini agar jazmiyat bir shaklda, tajribadan o'tgan shaklda foydali tijoratlar bo'lib qolsa, selish orqali buni ko'paytiriladi va buning kelgusidagi davom yashash asosi mushu mal mulkidan ta'minlanadi. Bu dinninki yetimlar, aqlsiz kishilarningki mal mulkiga nisbatan qo'ygan prinsipi qarindoshlar. Yoki oyatning mazmunini bir xil tushundirdik ya. Yana bir xil tushuntirilishda sizlarning mal mulkinglarni aqlsizlarga bermanglar deganning ma'nosi. Masalan, kishilar bir dada jamiyatda bor ahvolda men bir dada deb ballari bor. Ballarni ancha-muncha iqtisodlarni ta'minlab, shuni besinat baqish yoki pulum bermdi, pul xarjlashni o'rgansin degandek bir bahonalar bilan mening balam debchi, o'zining pul mollarini buzib chassimi bir bitadigan ota-onalar bor. Hamma qanaqa qilamiz? Ballarimizga o'ynab kulgisi kelib qopti, xayrligisi kelib qopti, xarjlab, o'g'in to'xta
degan bahane bilan ballarga kengre pul malını buzub çatsımı berib etadi. Bununla xitob qilgan bo'lishi mumkinki, ma pul sen o'zingda bo'lgan pul emas. Alloh sana amanat sifatida bergan pul. Sen balam deplam onunga berish haqqing yo'q, chunki buzib çatsolmaydi. O sening balang, bu pulni Alloh sana amanat sifatida berdi. Sening mas'ul iqtisodning amanati, mas'uliyati sening ustingda. Sen onu o kadar buzib chechib yo'l qo'ymasliging kerak. Ama balang o'g'atqa onun arzuquhum fiha. Onun chiqimlarini sen o'sha iqtisoddan qilib degan bir shakldagi mazmun bo'lishi mumkin. Yani ikki xil mazmunga ehtimol keladi degan gapda. Endi oyatning musha kelgan vaqtimizda bir narsa kallamizga keladi ekanmaydi. Bir odamni aqlsiz deb qarang, jamiyatda bir odam mayli u oyatning degandek ikkinchi ma'no iqtisod egasining balasi olsun yoki iqtisodning o'z egasi aqlsiz bo'lib qolib bu iqtisod to'nglatilib bu odamga kundalik xarajat beriladigan bo'lsin, bu odamning jamiyatga o'rni qanday bo'ladi o'ylanglar. Chunki aqlsiz pulusini joyida xarjlayolmaydi deb bir qator ijroatlar qilinib buning pulusi berilmaydigan, faqat chiqim beriladigan bir holatga keldi-ya. Hamda jamiyat taqaydi bu aqlsiz ekan-da. Boshqalarni ko'zga ilmaydigan, gap so'zni so'qadigan, haqorat qiladigan ahvollar yuz beradi. Alloh dal mushning oldini olish uchun nima deydi oyatning oxirisida? Va qulu lahum qawlan ma'rufa. Go'zal so'zlarni qilinglar. Uni hargiz sen aqlsizken deb ayblashdan saqlaninglar. Uning aqlsizligining o'zi yetarli bir jazo hamda uningga nisbatan. Sizlar uning ustiga bu ustiga kamanglar ya'ni. Besim qilmanglar. Biraz rahatlatinglar ularni. Aşı mal mülkünün çeklengeninin özü idare qilishdan mahrum qolganlikning o'zi yetarli jazo. Hech kimning aqlsiz o'g'isi yo'q. Yani bularga go'zal so'zlar qilinglar deyapti. Buning hammasi ijtimoiy jamiyatdagi kishilar o'tirisidagi aloqani tartiblash, tuzish, mushularning ahvoli qarindoshlar. Oyat yana davatimiz bir jamiyat qurilishi ustida ketyapti. Jamiyatning har a'zolari haqida so'zlayapti. Eng zil nuqtalari haqida so'zlayapti. Jamiyatning ojiz nuqtasi haqida so'zlayapti. Chunki bir jamiyatga pasatchilik qaysi nuqtadan kiradi? Eng ojiz nuqtadan kiradi. Ojiz nuqta qaysi? Deganimizdek yetimlar, kichiklar, mashina o'xshash aqlsiz kishilar mushlardan kiradi. Dushman mushyadan kiradi. Qur'on Alloh mushkil yuchuqlarni itib etmoqchi. Mustahkam bir jamiyat olsun demekçi. Çoğu bilen, kichiki, er bilen, ayol, aqlliqlar bilen, aqlsizlar, kuchliklar bilen, ojizlar chin mustahkam, birlashgan bir jamiyat shakllansin. Shayton va insonlarning, islomning dushmani araga kiramasin. Pasatchilik taqalmasin degan shaklda ko'rsatilayotgan, ta'limlayotgan nimalar, ta'limotlar. Undan keyin yetimlar haqidagi mazmun yana qaytadan keldi. Yetimlarning mol-mulki aqlsizlarning mol-mulkiga o'xshash boshqalar tomonidan idora qilinadi. Ularning chiqimlari shu mol-mulkdan qilinadi. Endi mol-mulkni ularga qaytarib berish masalasi 6-oyatda tilganib davatudi. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أول برترجمة قوتي يتملأني balagat imtihan qilinglar, sinanglar, taki balagatga yetsa, agar ulardan bir rushdni his qilsanglar, bir to'g'ri düzgün bir shaklda o'zining mol-mulkini idora qila oladigan bir holatni his qilsanglar, vaqtda mollarini bularga bersanglar bo'ladi. Siz bularning mollarini isrof qilib, bular cho'ngib qilishdan oldirab, cho'ngib qolmaydi deb shaqshuq yeb oladigan ishni qilmanglar. Boy bo'lsa, veli yig'ilsin, o'zini tatsin, kambag'al bo'lib qolsa, to'g'ri yo'llar bilan qanaqasi bo'ldi paydalan. To'g'ri yo'l deganimizni sal izohlaymiz. Bir odam normalda bir yerlarda ishlaydi, bir mas'uliyatni ustiga oladi. Shuning haqqi qanchalik bo'lsa, shunchalik o'zining qilgan ishining ajri sifatida, ajr qarshiligida bir narsani paydalansa bo'ladi. Fa iza dafa'tum ilayhim amwalahum. Endi vaqti kelib, qaroyi kelib, o'zining mol-mulkini idora qila oladigan bir holat kelib, uning mol-mulkini bergan vaqtinglarda, shu vaqtida
guvochi qo'yinglar. Alloh hammaga yetarlik deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala oyatda yetimlar bilan muomala qilishda valilarga mandaq bir ko'rsatmani berdi. Balog'at yetishdan ilgari keyingi tabiiy yoshda bo'ladi-da, balog'at yetishdan ilgarilam valilar har doim yetimni sinab turish. Mol-mulkini bersam, xajlayalamdi, xajlayamamdi. Masalan, kichikdan, masalan, manchuz yoki uni joyida xajlayalsa, undan biroz jiq. Mana şekilde ularni imtihon qilish, balog'atga yetsin ya deb saqlab turmaslik. Balog'atga yetishdan ilgarilar paç şekilde bularni imtihon qilish. Da qarab baqib, ha, bu go'zal şekilde muomala qila oladi ekan, o'zining pulusini o'zi idora qila oladi ekan, pulusini buzib chechib etmaydi ekan degan bir nuqtaga kelgan vaqtimizda shunda balog'atga yetdi. Darrov buning pulusini qanday qilib o'tish kerak, birib o'tish kerak, keyiniga qanday qilmaslik kerak, tatmaslik kerak. Ya'ni pulning o'z egisi, mol-mulkning o'z egisi o'zining mol-mulkiga loyiq bo'lgan minutdan kechiktirmay molni o'z egisiga birib o'tish kerak. Yani masalan yetim yuqoridagi oyat deyilgan bo'yicha balog'atga yetdi, to'g'ri tasarruf qila oladigan, idora qila oladigan bir holatga yetdi, imtihon sinab qilindi, vali endi bu yetimninki o'zining ishini o'zi qila oladiganligini tunib yetdi. Shu hamon uning melni berib o'tish kerak. Wala ta'kuluha israfa. Buni hargiz buzib chechib yevamaslik kerak. Buzib chechib yevamaslik kerak men bir nuqta bor. Va bidaran ayakburu cho'ng'ilab qilishdan qach masalan cho'ng'ib bo'lguncha hamda uni qilib buni qilib bir taraf qilib pulni deydigan shaytonning vasvasasining keyniga qanday qilmaslik kerak, kirmaslik kerak. Bu yerda keyin oyatning keyinida va man kana ghaniyan falyasta'fif va man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya'ni bayolab qolsa vali o'zini tassun. Kambag'al bo'lib qolsa ma'ruf, ya'ni normal foydalansin degan oyat orqali manda bir masala o'rtaga qo'yadi. Ba'zilar shu pul omonat birisiga egolish masalalarida ko'p hollarda pulusi va boyadimni tanlaydi. Chunki buning pulusi va pulus olgandan keyin bu qanday qilmaydi, xiyonat qilmaydi, yavanmaydi degan bir bahona bilan boshqalarning pul mol-mulkini omonat qo'yishda kimlarni tanlaydi? Boylarni, iqtisodli kishilarni tanlaydi. Alloh bu oyatda shunda bir bizga signal beradi. Shunda bir ushurni beradiki, masala insonning boylik, namroqlik masalasi emas. Mesele insanınki iman meselesi, vicdan meselesi. O kadar baylar var ki vicdansız, yalğancı, yavaladığın. O kadar kembağallar var ki özü açqab öyle halatda mı haqning bir tiyin pulusuğa, bir tiyin haqqıga köz sağmaydıgan. Ama bunun yolu var, kaidesi var. Yolu ne mi? Eğer veli bay olup kalsa özünü yıksın. Yetimning mal-mulkiga asla köz qırını sağmısın. Onunğa bo'lgan igidorchiligi, ko'ngil bo'lishlari, iqtisodini tasarruf qilib, iqtisod ishlarini bir tarafga qilishlarini Allohning rizoligi uchun qilsin. Chunki uningda yetarlik mol-mulk bor. U bir narsaga ehtiyojli emas. Ammo kambag'al bo'lib qolsa-chi, kambag'al bo'lib qolsa, falyakul bil ma'ruf. Ya'ni haqiqiy ravishda foydalansa bo'ladi. O foydalansa bo'ladi degani bahona qilib hamma nevasi olmaydi. Ya'ni shu bolaga ko'ngil bo'lish, ishlarini idora qilish, ta balog'at yetib bo'lguncha uning mol-mulkini asrab bir cho'ng qilish oraliqida bir muncha odam ish qiladi ya, nurg'un mas'uliyatni ustiga oladi ya. Normal jamiyatda bir odam shu xizmatni boshqalar qilib bersa, qanchalik shaq qoladi? Mushunchalik darajada uning mol-mulkini tutib etmagan bir shaklda falyakul bil ma'ruf. Ma'ruf degani jamiyatdagi shu xil ishlarda qanday shaklda haq elish umumlashgan bo'lsa, shu shaklda olsa bo'ladi. Deb Alloh subhanahu va taolo mayada bizga qanday qilyotdi? Kambag'al o'simi uning vujudida shu boshqalarning haqqini bir tiyin haqsizlar yo'llar bilan ishlatib olmaydigan darajada qaytib turadigan bir to'p kishilarning bo'lishi va shunday kishilarning bo'lishining kerakligini oyat bizga da'vat etdi. Har kuz bir odamning iqtisodli bo'lib qolganligi, omonatdor, iqtisodsiz bo'lib qolganligi, omonatsizlik bo'lib tushunilsa aslo va aslo bo'lmaydi. Endi bu yerda Alloh yo'lni qanday qildi? Ochdi. Endi oxirisida, oyatning oxirisida
yuqorqi oyatlarda yetim qo'g'daldi. Yetim o'g'illar qo'g'daldi, qizlar qo'g'daldi, ojiz turgan ayollarning huquqi qo'g'daldi. Qo'g'dilish qilishlik muhim bir taraf bor. O'sini veli. Onu qo'g'dalmasa olmaydi. Ya'ni qana desanglar, veli o'g'a ekan yetimning o'zi ega bo'lgan yetimning yoki aqlsizning achchiqini keltirib qo'yadigan ishlar bo'ladi. Buzib chach qilibsa to'xta, buzib chachma deydi. Bir ishni qilib qopsa, ishni qilma, ma'sanga foydali, ma'ziyonlik deydi. Chunki aqlsiz yoki yetim ko'ngilning keyniga kirib, havoyi havasining keyniga kirib buzg'usi keladi. Ba'zi narsalarni bunda boy farog'at yashaydigan kishilardek hashamatlarni yashag'isi keladi. Lekin unda olmaydi ish. Onun kelgisi lazım, onu tushunmaydi bu. Mushunaq uruladi veli onun oldini tutadi. Onun qo'lini tutadi. Onun mal mulkini unda yedi bermaydi. Musha ahvollar yetimning biroz ko'ngliga tegadi. Veliga nisbatan o'chmanlik qo'zg'aladi. Yaxshilik qilib, oxirsida onun o'chmanligiga sabab bo'lib qolgan ahvollar bo'ladi. Alloh buni biladi, chunki bizni yaratuvchi Alloh. İnsanın qalbi o kadar özgürchan qalb. İnsanın ichki dunyosi o kadar özgürchan bir dunyo. Her zaman özgürüp durdu. Meni yillardan biri ishlarimga ega bo'lib, meni tarbiyalab, bu holga akeldi demasdan, meni uni qig'ila qo'ymadi, buni qig'ila qo'ymadi, hatto cho'ngroq gap chiqsa, mening mol mulkimni yavoldi deydigan ahvol bo'ldi. Vakillar kelib hamda masalan bugünkidek sotqa arz sunadigan vaqt kelib, mening mol mulkimni yavoldi deb arz sunsa yoki boshqaning o'tirida shu xil gap so'z taqilsa, velining birisi izzat sharifi kirlanadi bu yerda, dog'lanadi bu yerda. Buni izzat sharafini qo'g'dashmi, ham muhim, o'zini qo'g'dashmi muhim. Xuddi yetim qanday qo'g'dilishi kerak bo'lgandek, velimi shu shaklda qanday qilish kerak, qo'g'dilishi kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo oyatda velini qo'g'dash uchun nim deydi qarindoshlar? Sen mol mulkni bergan vaqtinglarda fa iza dafa'tum ilayhi. Ularning mol mulkini bersanglar, fa ashhidu alayhim. Ularga qana qilinglar, guvoh qilinglar. Fa iza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim. Guvoh qilinglar. Adil guvohchilar qilinglar. Kim bir masala chiqib qolsa, guvohlik bergudak guvohchini qana qilinglar, akilinglar. Bu o'zinglar qilganlik. O'zingning pokligida qana qilganlik, qo'g'diganlik. Va kafa billahi hasiba. Buning hammasida Allohga tavakkul qilinglar. Alloh sizlarni qo'g'daydi. Alloh yetarlik qo'g'dug'ichi, bizga Alloh yetarlik, sizlarga Alloh yetarlik degan mazmunda oyat qana qildi, oxirlashdi. Oyat uzluksiz shu ijtimoiy jamiyatdagi oila a'zolari o'tirisidagi munosabatlar, tuqqanlar o'tirisidagi munosabatlar qurilish haqida ketyapti. Bugun vaqt munosabati bilan 6-oyatda to'xtadik. Inshaalloh darsimizning davomini kelasi soatlik darsimizda 7-oyatni davom qilamiz. Kelasi soat ko'rishguncha hammalarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.